Nima uchun ayollarda sistit kasalligi ko'proq uchraydi? Sistit kasalligi ayollarda ko'proq uchraydi. Sistit kasalligi nima o'zi? Sistit kasalligi bu CD qopini yallig'lanishi hisoblanadi. Nimaga bizda ko'proq uchraydi ayollarda? CD qopimiz genitalniy organlarimiz bizda bitta joyda joylashgan. Sido chiqarish yo'li vaginamiz, qin va axlat chiqaruv joyimiz bitta joyda joylashgan. O'shaning uchun bizda infeksiya ko'proq shu 3 ta organda baravar yuradi. Orqa teshigimizdagi ichi tayoqchalari qinga, siydik pufagiga ko'proq tezroq kirib, tezroq o'tib rivojlanishga moyil bo'ladi. O'shaning uchun bizda ayollarda shaxsiy gigiyenaga rioya qilish kerak bo'ladi. Ayniqsa yozda, issiqlarda ham tez bu kasallik uchrab turadi. Ayollarda bu kasallik ko'proq davolanishga bog'liq bo'ladi. Buni shikoyati nima bo'ladi? Tez bavul qilish, tez tualetga qatnash, har peshobga chiqqanida qin achishi bo'lishi mumkin. Yozda homilador ayol ko'p suyuqlik ichish kerak. Yozda emas, o'zi umuman olganda homiladorlarda qon quyuqlashi ro'y beradi. Homila o'sgan sari qon quyuqlashib boradi. Shuning uchun albatta koagulogrammaga analiz topshirib turib, qonni quyuqlik darajasini ko'rib turib, shunga qarab muolaja qilish kerak. Qancha suv ko'p ichsa, qon ham shunchalik suyuqlashadi. Suvni normasi ham bor, 2-3 litrdan ortiq suv ichishimiz kerak. Suv ichayotganimizni, chiqarayotganimiz bilan ikkalovini solishtirishimiz kerak. Ayniqsa yozda suv talab qilish kuchli bo'ladi. Nimaga deganda, termin ham chiqib ketadi. O'shaning hisobiga ham yozda homilador ayollar ko'p suyuqlik ichish kerak bo'ladi. Ayollarda pepsi-colaga, fantaga ko'proq har xil fleshliga moyillik ko'proq bo'ladi toksikoz mahali. Biz har doim ularga tavsiya beramiz gazli ichimliklardan o'zini saqlashga. Gazli ichimliklarda hattoki kofeni ham kamroq ichishga tavsiya beramiz. Nega deganda kolalar, masalan, kofelar bizga kerak bo'lgan mineral moddalarni olib chiqib ketadi. O'zimizga kerak, o'shaning uchun biz har doim tavsiya beramiz. Mineral suvni faqatgina gazlanmagan oddiy mineral suvlarni ichishni ko'proq tavsiya beramiz. Energetika umuman tavsiya qilinmaydi. Ayollarga ham, erkaklarga ham tavsiya qilinmaydi. Ularning foydasidan zarari juda ham ko'p. Biza kolani ham даже homiladorlarga taqiqlayman, hech qachon ichmaslikka harakat qilish kerak. Nimaga deganda bizga kerak bo'lgan hamma mineralni olib chiqib ketadi. Hazm qildirmasdan olib chiqib ketadi. Homilador bo'lmoqchi bo'lgan ayollarga birinchi navbatda tavsiyamiz to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish. To'g'ri ovqatlanishga rioya qilgan taqdirdagina bizning organizmning gormonlarimiz to'g'ri ishlaydi, to'g'ri munosabat to'g'ri bo'ladi. Vaqtida yotib uxlash kerak. Soat 10 dan 3 gacha yotib uxlash kerak. Mana shu soat 10 dan 3 gacha bizdagi shu hamma miyamizni boshqaradigan hamma gormonlarimizni soat 10 dan 3 gacha to'g'ri ishlab beradi bizning gormonlarimiz. Agarda to'g'ri ovqatlanishga rioya qilmasak, vaqtida uxlamasak, gormonal buzilishlar rivojlanib ketadi va o'shalarning natijasida homiladorlik kechikishi mumkin. Endi aytolmayman butunlay homiladorlik bo'lmaydi deb. Homiladorlikka kechishi mumkin. Nima deganda gormonal buzilishlar bo'lishi mumkin.